Salom o'rtoqlar, biz bu videoda saytga qanaqa qilib ro'yxatdan o'tishni gaplashib o'tamiz. Demak o'rtoqlar, brauzeringizda Medstone.uz deb yozsangiz, mana bu sahifaga olib keladi. Va bu sahifaga kirganingizdan keyin, demak, pastda ro'yxatdan o'tish degan tugma paydo bo'ladi. Va siz shu tugmani bossangiz o'rtoqlar, mana bu sahifaga olib keladi. Вот. Bu yoqda ro'yxatdan o'tish formasini to'ldirasiz. Masalan, bu yerga kiritish mumkinki, kim deb kiritish mumkin. Misol uchun birorta ismni namunasini olaylikda. Olaylikki, Shamsiddinbek deb kiritsak, Shamsiddinbek, username ham demak Shamsiddinbek deb kiritamiz. Tak. Usernameni ham xuddi shunaqa bir xil qilib oldik. Telefon raqamiga ham qanaqadir raqamni kiritishimiz kerak. Masalan, olaylikki 91lik 123 65 85 birorta taxminiy raqamni kiritdim va bu yoqda endi emailni kiritar ekanman o'rtoqlar. Email demak birorta email taxminiy kirityapman. Shamsiddinbek masalan olaylikki 24 gmail.com bo'ladi. Xo'p, davlatni tanlaymiz. Hozirgi ssenariyda O'zbekistonni tanlaymiz. Agar siz boshqa davlatdan bo'lsangiz, boshqa davlatni kiritishingiz mumkin. Bu yoqda endi parolni kiritib qo'yish kerak. Parolni kiritishdan oldin o'rtoqlar, ko'zchani ochib qo'ying, chunki parol maydoni va parolni tasdiqlash ikkalasi bir xil bo'lishi kerak. O'shanda adashmaysiz. Yaxshi. Keling birorta nomni yozamiz. Masalan, olaylikki, shu yerga Shamsiddinbek Medstone deb yozaman. Bu yoqda ham xuddi shunaqa bir xil bo'lishini ta'minlashim kerak. Shuning uchun tekshiraman. Shamsiddinbek Medstone. Aha, bir xil ekan. Demak, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosaman. Хорошо, muammo yo'q. Mana shu joyda o'rtoqlar, agar siz keyingi safar yana qayta qo'lda kiritishni xohlamasangiz, parolingizni saqlab qolasiz va brauzeringiz avtomatik sizni saytga olib kiradi keyingi safarda. Hozir menga bu funksionallik kerak emas, shuning uchun saqlamayman va X ni bosaman. OK tugmasini bosdim va qarabsizki, o'rtoqlar, saytdamiz. Endi saytga kirganingizdan keyin o'rtoqlar, mana bu yoqda qarang, tepada step 1, step 2, step 3 bor. Sizga qaysi biri qiziq bo'lsa, o'shani bosishingiz kerak. Hozirgi holatda men ro'yxatdan o'tdim Shamsiddinbek sifatida va men hozir free trialdaman. Ya'ni bepul 7 kunlik foydalanish imkoni berildi menga, lekin obuna sotolmaganman. 7 kunlik bepul. Shuning uchun hali step 2 va step 3 ochilmagan. Agar men xohlasamki step 2 ni yoki step 3 ni olishni, pastroqga tushaman. Pastroqda o'rtoqlar, obuna bo'ling yokida hoziroq obuna bo'ling degan joyini bossangiz, mana buni bosganingizda admin bilan bog'lanish uchun admin Medstone'ga yo'naltiradi. Adminga yozsangiz, u sizga xohlagan stepingiz uchun dostupni ochib beradi. Tushundingizmi? Va bu yerga shu step 1, masalan, step 1 orqali kirib ko'rmoqchi bo'lsangiz, step 1 ni bosing. Step 1 ni bosganingizda o'rtoqlar, mana bunaqasiga pastda tugma paydo bo'ladi, boshlash degan. Shu boshlash tugmasini bossangiz, o'rtoqlar, siz saytdasiz. Saytga kirib, bemalol foydalanishni davom ettirsangiz bo'ladi. Hozircha shu. Hammaga rahmat. Charchamanglar.